erta klimaks jinsiy munosabatlarga bog'liqmi? Qarang, umuman olganda tabiiy klimaks insonda 60-65 yoshida sodir bo'ladi. Lekin hozirgi kunda nima uchundir yoshlarda klimaks juda ham tezlashib ketgan. Bu jinsiy munosabatni klimaksga qanday ta'siri bor? Birinchi o'rinda, agar siz turmush o'rtog'ingiz bilan psixoemotsional munosabatingiz, mental munosabatingiz, ya'ni sog'lom bo'lsa, albatta sizda jinsiy munosabatlar ham sog'lom bo'lishini ta'minlaydi. Ya'ni sizda sog'lom muhit bo'lsa, sizda munosabatlaringizda sog'lomlik bo'lsa, siz munosabatlarga kelishgan holda kirganingizda, siz bu munosabatdan lazzat olishni boshlaganingizda, ya'ni majburiyatdan kirmaslikni boshlaganingizda, siz o'zingizni organizmingizni, ya'ni перезагрузка qilishni boshlaysiz. Ayol sog'lom bo'lishni boshlaydi. Tabiiyki, sog'lom ayol o'zini vaqtida klimaks ko'radi. Agar sizning munosabatlaringizda sog'lomlik yo'qolgan bo'lsa, bu sizni salomatligingizni yo'qolishiga va psixoemotsional holatingizni yomonlashishiga va albatta erta klimaks kelishiga ham sabab bo'lishi mumkin.